Voy jigar. Men hozir sizga bu jentrani obzor qilmoqchi emasman. Agar ko'rsangiz o'zingizdan bitta like qizartirib qo'yasiz jigar. Qarang, marhamatni nedvijimistini, ya'ni ko'chmas mulkini ratsenkasi buni bilgan biladi. Toshkent bilan bir xil yuradi jigar. Mana shu yer 4 sotik yer, 40 ming dollar, ya'ni bu mahallani bilgan biladi. Sotigi 10 ming dollardan baland yuradigan mahallada turibmiz. Mana shu ikkita bir-biriga yarashib turgan xonadonni obzorini qilyapmiz jigar. Bitta like qizartirib qo'ying jigar. Pashti shu quruq yerni narxida sizga mana shu xonadonlarni obzorini qilib beramiz. Qani jigar? Ketdik, bismillah. Bu mahallaning yana bitta siri bor. Gaz kerak emas, gazni o'chiringlar, voydo deb turbangizni yopib qo'ysangiz ham gazni hidi chiqib turadigan mahalla bo'ladi. Keling, mana birinchi bizni o'ng tomondagi xonamiz kutib oladi. Romlari ham akvaplastdan qilingan. Bu eshiklarni xolasiz jigar, agar govdali bo'lsangiz, katta qilib o'zingizga moslab olasiz. Bu xonamizni jigar bemalol o'zingizga dahshat qilib yasab olsangiz bo'ladi. Mana oshxonaga moslatib, turbalari, mana rakovinalari hammasi tayyor qilib qo'yilgan. Bu yoqda mana sanuzelimiz joylashgan jigar, ko'rsatib o'tamiz. Endi men sizlarga shu xuddi ko'rsatgan xonamning yonida joylashgan katta mehmonxonani ko'rsataman. Eng zo'r fishkasi mana bunaqa pechkalarimiz bor. Bu pechka bilasizlar, ikkitasi birda, ikkita xonani teng isitadi. Keling, xonadonimizni o'ng tarafida joylashgan xonalarni ko'rsataman. O'rtasini buzib katta qilib xona qilib olsangiz bo'ladi. Xonalarimiz ham katta qilingan. 4 sotik bo'lsa, salkam 3 sotik yer hali pustoy holatda turibdi. Dan aytib o'tganimdek, bu ikkita xonadon bitta odamniki. Akamiz o'rtadagi devorda spitsani olmagan. Agar pullari rosa ko'p hoji akalarimiz kelsa, ikkitasini bitta qilib oladigan bo'lsa, oborsin deb turib, mana devorlarni ham buzmagan. Kelinglar, bunisini ham qisqacha obzorni qilamiz. Ikkinchi xonadonimizni ham proyektni bir xil qilib qilingan. Bunisi faqat korobka holatda turibdi. Xohlasangiz bunisini отдельно, xohlasangiz narigi tomondagi bitkanini отдельно, xohlasangiz pulingiz rosa ham ko'payib, uyqingiz kelmayotgan bo'lsa, ikkovini bitta qilib sotib olishingiz mumkin. Ushbu siz ko'rgan ikkitasi birda xonadonimizni xohlasangiz отдельно bunisini 55 minglarga sizlarga tayyor qilib tarashib narxini tushirib qo'ydim. Yana qo'lini qisib o'zingiz savdolashingiz bo'ladi. Ikkinchisini 50 ming dollar deyapti akam. Uni ham qo'lini qisib 48 ming dollarga sizlar uchun tushirib qo'ydim. Xohlasangiz yana qo'lini qisib akam bilan talashingiz bo'ladi. Yoki siz hojaki bo'lsangiz, rosa ham pulingiz ko'p bo'lsa, ikkovini bitta qilib olaman desangiz, qo'lingizda ishlaydigan akaxonlarni jo'natib olsangiz, 103 ming dollarga qadalayotgan ikkitasi birda uyimizni 100 ming dollar bilan pochka bilan akamizning qo'liga bitta ursangiz, zoray rozi bo'lib ketsa aka. Shu videoni uy qidirib yurgan jigarlarga jo'natib qo'ying.